Hurmatli Refar kompaniyasi YouTube sahifasi kuzatuvchilarimiz, demak sizlar uchun 2025-yil noyabr oyida sotilgan kvartiralar narx-navolari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Odatda bunday ma'lumotlar bozorda deyarli yo'q. Biz Telegram kanallarimizga, saytlarimizga qo'yardik. Bunaqa video tariqasida batafsil tushuntirib o'tmagandik. Biz kuzatuvlarimiz bo'yicha va savol so'rovnomalar bo'yicha ham kvartiralarning sotilgan narxlari ko'p xaridorlarga yoki fuqarolarga yoki xaridor yoki sotuvchilar uchun ham qiziq bo'lib kelgan. Bu nima sizga foyda yoki qiziqarli bo'lishi mumkin. Siz xaridor bo'lib uy olmoqchi o'tirgan bo'lsangiz, albatta bozordagi haqiqiy sotila turgan uylar narxini bilishingiz kerak, tushunishingiz kerak. Bu sizga nima beradi? Siz ertaga ba'zi bir uylarda qimmat olib qo'yishingizdan yoki noto'g'ri sotib olishingizdan asrashingiz mumkin. Sotuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta kvartirangizni ertaga arzon narxda sotib yuborishingizga shunaqa sizga zararli arzon sotib olishingiz uchun, sotib yuborishingiz uchun qo'llanma bo'lishi mumkin. Bozordagi haqiqiy narx-navoni bilasiz va siz qanday narxda sotishingizni, kvartirangizni narxini bilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ko'p sotuvchilarimizda bor, yillar davomida sotilmay turgan kvartiralar bor. Bu nima beradi? Siz bozordagi haqiqiy narxni bilsangiz, demak sizga narxingiz qimmatroq bo'lishi mumkin yoki joylashuv nisbatan xaridorlarga qiziqarli bo'lmagan bo'lsa, narxingizni o'zgartirish qilsangiz, balki siz kutgan natija tezroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun demak kvartiralarning massivi, qavatlari, xonalari, narx-navolarini bitta-bitta aytib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bitta like bosib qo'ysalaring, biz sotilayotgan kvartira narxlarini boshlaymiz. Demak, birinchi sotilgan kvartiramiz Galinskiy massiv hududida joylashgan 2 xonali 3-qavatdagi 4 qavatli uyda joylashgan kvartira 29200 ga sotildi. Rasm va ma'lumotlarni ekranda chiqarib qoldiramiz. Ikkinchi kvartiramiz Frunskiy massivda sotilgan 2 xonali 3-qavat 4 qavatli uyda eski plan kvartira 28000 AQSh dollariga sotildi. Bu kvartiramiz ham demak holatlari, rasmlarini ekranda ko'rib chiqishlaring mumkin. Matalka hududida joylashgan kvartira 2 xona 4 qavatli uyning 3-qavatida joylashgan 29500 AQSh dollariga sotildi. Istiqlol stadioni hududida joylashgan yangi qurilgan kvartira 4 qavatli uyning 4-qavatida 2 xonali 23800 AQSh dollariga sotildi. Tekstil hududida joylashgan kvartiramiz 1 xonali kvartira 5 qavatli uyning 5-qavatida yangi planirovka 16100 AQSh dollariga sotilgan. E'tibor berishlaring kerak. Bu sotilgan kvartiralarimiz hammasi 2025-yil noyabr oyidagi haqiqiy faktik sotilgan kvartiralar bo'yicha ma'lumot. Navbatdagi kvartiramiz Kirgili mavzesida joylashgan kvartira 2 xonali 4 qavatli uyning 3-qavatda joylashgan, sotilgan bahosi 29500, holatlari yaxshi edi. Buni ham rasmlarda ko'rib tanishib chiqishlaring mumkin. Navbatdagi kvartiramiz Zakanal hududi Ahmedbeyskiy massiv deyiladi. 5 qavatli uyning 5-qavatida 2 xonali 20300 AQSh dollariga sotildi. Yangi planirovka kvartira. Tarona Media Park orqa tomon, shahar hokimiyati orqa tomon joylashgan hududimizda 16 qavatli uyning 11-qavatida 2 xonali kvartira yangi qurilgan 29000 AQSh dollariga sotildi. Yana Kirgili mavzesidagi kvartiramiz 4 qavatli uyning 3-qavatida 2 xonali kvartira 24000 AQSh dollariga sotilyapti. Muhayyo hududida joylashgan kvartira 47500 AQSh dollariga sotilyapti. Ushbu kvartiramiz 5 qavatli uyning 2-qavatidagi 2 xonali yangi qurilgan kvartira, remontlari yaxshi holatda edi. Buni ham ko'rib, o'zlaringiz solishtirib xulosa qilsalaring bo'ladi. Frunskiy massivda joylashgan kvartira 1 qavatda joylashgan 2 xonali kvartira 28200 AQSh dollariga kelishib, 6 soat qilib o'tkazib berilyapti. Navbatdagi kvartira Matalka hududida joylashgan 1 xonali 4 qavatli 4-qavatidagi 15300 AQSh dollariga sotilyapti. Keyingisi ham xuddi shu Matalka hududida 1-qavatda joylashgan, bu ham 1 xonali kvartiramiz 18000 AQSh dollariga sotilyapti.
rasmlarni ko'rib bir-biri bilan solishtirib olsalaring bo'ladi. Holatlariga nisbatan narigisi 15300, bunisi 18000 AQSh dollarga oldi-sotdi qilib o'tkazib berilgan nomlariga. Zakaran hududida joylashgan kvartira 3 xonali, birinchi qavatda joylashgan, yangi plan, 5 qavatli uyning birinchi qavatida joylashgan 24000 AQSh dollariga sotilyapti. Matalka hududida joylashgan yana bitta kvartiramiz 2 xonali, 3-qavatda joylashgan 4 qavatli uy 27300 AQSh dollariga sotilyapti. Vatni hududi 2 xona, 4 qavatli uy, 3-qavat 29000 AQSh dollariga sotilyapti. Yana Kirgili mavzesidan kvartira 3 xonali, 3-qavat, 4 qavatli uy 36000 AQSh dollariga sotilyapti. Remontlarini ko'rib baho berib qo'yasizlar. Haqiqatan yaxshi sotilganmi, yo'qmi, xulosa qilsalaring bo'ladi. Kalinskiy massivida joylashgan kvartira 7 qavatli uy, 7-qavatda joylashgan 3 xonali, remontlari yaxshi holatda 43000 AQSh dollariga sotilyapti. Yangi qurilgan kvartira. Shahar markazi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi Agrobankning orqa tomonida joylashgan kvartira 2 xonali, 6 qavatli uyning 6-qavatidagi 42500 AQSh dollariga sotilyapti. Navbatdagi kvartira shahar markazi Matalka hududida sotilyapti. Bu ham 4 qavatli uy, 4-qavatdagi 28000 AQSh dollariga sotilyapti. Keyingisi Frunskiy massiv 25000 AQSh dollariga sotilyapti. 5 qavatli uyning 5-qavatdagi 2 xonali kvartira, yangi planirovka. 4 qavatli uyning 2-qavatda joylashgan 1 xonali kvartira Tantana hududida sotilyapti. Tantana kafesi Davr saroyi tomonidan, agar bilmaganlar bo'lsa, 19700 AQSh dollariga sotilyapti. 4 qavatli uy, 2-qavatda joylashgan 1 xonali kvartira. Va oxirgi kvartira Farobiy ko'chasi Voyenniy gospital hududida joylashgan 3 xona, 5 qavatli, 5-qavatda joylashgan 6 qavatli uy 35500 AQSh dollariga sotilyapti. Noyabr oyida sotilgan kvartiralar bo'yicha qisqacha ma'lumot aytib o'tdim. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, batafsil qaytadan tanishib, to'xtatib, o'zlaringga qiziq xonadonni solishtirib ko'rsalaring bo'ladi. Hozircha bu yerda o'rtacha xulosa qiladigan bo'lsak, eng sotilgan ko'p hududlar Frunskiy massiv, Matalka hududlari xaridorga rayonlar bo'lyapti. Noyabr oyida shu hududlardan kvartiralar, sotilgan kvartiralar soni ko'proq bo'lyapti. Sotilgan kvartiralar sizlar uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bu proyektimiz, loyihamizni har oy davom ettirishga harakat qilib boramiz. Buni albatta biz sizlarni izohlarda bildirgan fikrlaring va layklaringdan xulosa qilib olamiz. Izohlarda yana sotilgan kvartiralar haqida qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar beraylik, qanaqa tarzda qo'shimcha yangiliklar orqali sizlarga ma'lumot berish qiziq bo'lsa, yozib qoldirsalaring, albatta ko'rib chiqib inobatga olishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.